Hello hammaga YouTube ahli. Bugun sizlar bilan men Diamond Craft. Bugun biz Danrolda yashab qolamiz. Qani unda ketdik. Avvalambor birinchi bo'lib daraxtlar chopib oldim. Chunki birinchi kun ertalab hamma resurslarni yig'ib oldim. Keyin o'zimga joy topmoqchi bo'ldim va men shu joyni ma'qul ko'rdim. Va men bu yerni tezlikda kattartirib yo'q qilmoqchi bo'ldim bu yerni. Keyin o'ylab qarasam, tosh kerak, taxta kerak bo'lib qoldi va men tepaga chiqib darhol taxtalar yig'ish boshladim. Nega buncha taxta yig'ayotganimning sababi bir kunning ichida hamma ishga ulgurishim kerak edi. Shu bois men xohlagancha daraxtlarni chopib oldim va ertalabdan kechgacha qaytib chiqmaydigan bo'lib taxta yig'ib keldim. Sizlar zerikmasliginglar uchun men bitta fokus ko'rsatmoqchi bo'ldim. Qaranglar. 3, 2, to'xtanglar, o'shanaqa olmaydi, buzib tashlaymiz. Xo'p, endi o'xshasa kerak. 1, 2, 3. Bum. Voh, shunday joyda qancha mehnat bor edi, shunday joylarda. Bo'pti, qani unda davom ettiramiz. Xo'sh, menda ko'p narsalar bor ekan. Xo'p, unda men aslahalar yasayman. Temirdan ko'ra bular yaxshiroq deb o'ylayman. Hozir ko'ramiz qanaqaligini. Xo'sh, bunga kiradigan bo'lsak, menga bitta narsa shim kerak. Unga bitta kerak ekan, hisob-kitobga qaraganda bu yerda bitta pishganmi? Ana, pishgan ekan. Qani unda biz yasab olamiz. Xo'p, olaman. To'xta, birinchi mana yig'ishtiraman. Xo'p, men kiyimlarni olib, xo'p, kirka ham kerak bo'ladi. Qani unda kiyinishni boshladik. Tirs. Qani? Oy. Ana zo'r chiqdi-ya do'stlar. Qani unda biz o'yinda davom ettiramiz. Xo'p. Biz endi qiladigan ishimiz hozirda polni to'g'irlash kerak. Avval men bunga o'xshagan rudalar menga kerak bo'ladi. Xo'p, har bittasini olib chiqaman. Xo'p, sizlar zerikib qolmasinglar uchun men videoni qisqa qilib olaman. To'xtanglar. Shunday bo'lsa, qanunda ketdik. Bu yer juda xavfli ekan. Qanunda men ketdim bu yerdan. Xo'p, pastroqqa tushib qaraychi nimalar bor ekan. Endi menda temirlar bor. Endi men tezlikda bularni olib temir qaynataman hammasiga. Xo'p, endilikda biz bu yerda pechkalarni ko'paytiramiz va bu yerga hammasini eritishga hisob ketamiz va bizga ko'pincha sandiqlar kerak. Bizga ko'pincha bunisi yaxshiroq. Bizga topor kerak va biz bu yerdan qum va anolarni taxtalar yig'amiz. Mana men kuzatishda davom etamiz. Siz ham bu tovushni eshitdingizmi? Endilikda men bu yerga kelib temirlarni olib
sandiqlarni joylashtiraman, ya'ni bochkalarni. Va o'yinning pastki qavatini yig'ishga harakat qilaman. Hammanda ketdik. Va men bu yerda bunaqa narsani topib oldim va menga bu bunaqa tosh kerakligini bildirdi va menga bu narsa nima kerakligi bor edi. Menga bu narsa o'yinning yo'qotib qo'ymasligi uchun kompasni ustiga bossangiz zo'r ishlaydi. Da hammaga shunday bo'ladi, lekin menda
xuddi boshqa narsa bo'ldi. Siz ko'rganingiz hozir skelet kelayotganda orqamdan va men sirazu qochdim. Nima? U yerda kim bor edi? Men qochayotganimdan oldin men yaqinlashib borayotganda shu Creepermi nima edi? O'rgimchak o'layotgan tovush chiqdi va uni orqasidan zombi keldi. Va u nima bo'ldi deb o'ylaysizlar, do'stlar? Uni kommentariyaga yozib ketinglar. Va men shunday narsa o'yladimki, men ko'chaga chiqib o'tirishim shart emas. Bu degani men bu yerdan boshlab yo'l qurib, bu yerda eng tagiga kirib olib, maxfiy joyda daraxt va o'simliklar ekishni ma'qul ko'rdim. Va o'ylashim bo'yicha bu xavfsiz deb o'ylayman.